Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Shovot avtobozorimizda bugun navbatdagi savdomiz 25-yil 2-iyun. Navbatdagi savdomiz 20-yilda ishlab chiqarilgan 100.000 kilometr yurgan kraskasi top-toza Namangandan kelgan Abdulla akaga mashinani berdik. Aka ko'rsatyapman. Abdulla aka mashinani 66 million 300 ming so'mga berdik, to'g'rimi? Online orqali baraka qilyapmiz, savdo qilyapmiz. 66 million 300 ga savdo qildik. Ayting gap so'zlaringiz bo'lsa. O'zi ishlarga omad. Shovot avtobozorimizda aytavering. Shovot avtobozoriga. Hava? Trarlerga yuklab dokumentlarni joyida qilib, Hava? to'g'risangiz bo'ldi. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Yana bugun 2025-yil bo'lmasa navbatdagi savdomiz shtirpul bo'ldi. 66 million 300 ming so'mga 20-yil damoz berdik. 100 ming kilometr turibdi. Kraskalari top-toza. Shovot avtobozorimizga kelaverasizlar. Siz xursandmisiz mashinadan? Bo'lamin? Qoladingizmi? Xursandmiz. Naq pulga baraka oldinglar. Barakasini toping. Foydalanuvchi akalarni nima qilyapti? Olyaptilar. Ko'rsating vaqt buyoqlarini. Mashina 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Hurmatli obunachilar, ko'rasizlar. 2022-yilda ishlab chiqarilgan damoz mashinamiz. Oxford ishlarini top-toza turibdi. 100 ming kilometr yurgan, kraskalar toza. Kelaverasizlarmi xizmatdan? Adresini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, ben tarafdan kelaverishda yana Quruqchot bilan ko'pirdan kelaverish, o'ng tarafda 19 yo'lda joylashgan. Yanda o'ng tarafdan kelaman desangiz yana Quruqdan, Shovot Quruqdan kelaverishda chap bo'lasiz. Mashinalar bo'lsa kelaverasizlar. Mashinalarimiz bo'lsa aytaverasizlar, hurmatli obunachilar. Mashinalarimizni navbatdagi savdomizning 20-yil damoz bo'ldi. Bo'ldi.